3 kun o'zi nafratlanyapman deydi. Qars. Qars. Rahmat. Boyagi chat bor-ku, gigchat. Gigchat rasmiy ham turibdi-da o'shani. O'shani rasmiy ham turibdi, u sport zali mo'sht egasimi? Men trenirovka qilib yotibdi bu. Birinchi men yugurishim kerak ekan. Bu уже boshqacha mashg'ulotlarga o'tibdi. Yaxshi, bu yaxshilikdan dalolat beradi. Biz yugurib boshladik. Kardioga ishlaymiz. Birinchi navbatda yurakka. Qaraydi, menga yomon qarayapti mana shu. Bu lekin kundan kunga ishib ketyapti. Ha, zo'rmisan? Qanday bo'lyapti trenirovkalar? Chatgami? Dushga borishim kerak dedi. Dushga borishimiz kerak emas, bilmadim-ki. Malon boryapti, qayerga borsa kelyapti-da. Chopur, молодец. Dushga borishim kerak deydi. Dushga borishimiz shartmikan? Uyimizda dush yo'qmi ekan? Mana bu hali ham cho'milyapti ekan. Bu lekin trenirovka qilayotgan odamga o'xshamaydi. Давайте dush bo'lsa dush. Orqaga qarab dushga tush, iltimos. Orqaga qarab. Orqaga qara. Nima? Mendan nima xohlayapsan? Suv unchalik issiqqa o'xshamayapti. Borib, ombordan turbalarni to'g'rilab ko'rishga harakat qilishim kerak deydi. Men nima bu yerda ustaxonada usta bo'lib ishlaymanmi? Nima uchun men borib turbalarni tekshirishim kerak? To'g'ri kelgan odam qanday omborga kirib turbalarni tekshirib yoki issiq yoki sovuq qilish mumkin? Bekor qildim-o shuni. Oxirgacha birov ordimi bu? Bir yarimlariga qo'ysang bo'laydi. Mana ular kuyib oz menimcha. Meni juda ham jahlimni chiqarding.